Ben ilgari islom tashkilotiga qarshi bir tashkilotning a'zosi edim. Bu tashkilotning ismi PFF edi. Islom dinining bek kengri elib ketishini xohlamayman. Bu sababdan Qur'onning qat'iy bo'lmasligini, hatto cheklanishini, masjidlarning taqilishini umid qilaman. Ular islomga qarshi fikrlar bilan mengamni yuyayotgan edi. Ularning asli maqsadi bo'lsa, islomga qarshi urush qilish edi. Albatta u vaqtda men shu ishlarni qo'llaydigan bir edim. Men bu dindan bir xil nafratlandim. Rostini aytsam, islom dinini jamiyat va erkinlik uchun tahdid deb o'ylaydim. Mening islom dini bilan bir masalam bormi? Albatta, bir masalam bor. Men texnik islomga qarshi berilgan ba'zi harakatlarga qatnashgan edim. Təklifimizni qabul qilganligingiz uchun ko'p rahmat aytaman. O'zingizni qisqacha tanishtirib bersangiz. Va alaykum assalom. Meni taklif qilganligingiz uchun rahmat aytaman. Ismim Arnold van Dorn. 56 yoshga kirdim. Allohga shukr 2013-yildan beri musulmonman. Gollandiyaning Lohika kenti tug'ilib shu yerda cho'ng bo'ldim. Men xristian oilada xristian diniga e'tiqod qilib cho'ng bo'ldim. Siyosiy faoliyatlarga aktiv qatnashdim. Gollandiyada islomga qarshi qurilgan Gollandiya erkinlik partiyasiga a'zo bo'ldim. 2013-yil musulmon bo'ldim. Allohga shukr. Buningga mashbashligicha 10 yil bo'ldi. İstanbulga Xalis studiyasining taklif bilan keldim. Ular maxsus bir program yo'l qo'ygan bo'lib, 40 dan ko'p davlatdan kelgan, keyin musulmon bo'lgan 100 dak kishini ziyorat qilyapti. Men ularning biri bo'laman. Bu yerda bo'lish va bu qaltis shaharda ziyoratni qabul qilish men uchun katta sharaf. E'tiqod jihatdan hayotingiz qanday edi? Nimaga e'tiqod qilardingiz? Xristian diniga e'tiqod qilib cho'ng bo'ldim. Katolik maktabiga, katolik tantarbiya klubiga o'xshash yerlarga borardim. Dadam xristian diniga amal qildigan bir edi. Yakshanba kuni, ba'zida hafta ichida cherkovga borardim. Lekin buningdan hech qachon o'zimni rohat his qilmaydim. Bu menga urf odatdagidek bilinadi. Buni qilmasam bo'lmaydi. Lekin bir yerlar kamtukdak bilinadi. Hozirgi bilimim bilan o'ylab baqsam, qalbimning cho'nqur yerlaridan bir narsa haqiqatan kamdak his qilardim. Hatto kichik vaqtimda bir narsa kamdak his qilardim. Haqiqatan kallamdan o'tmaydi. Qandaqmi uch yaratquchi bo'lsin. Iso payg'ambar qandaqmi Allohning o'g'li bo'la olsin. Bu men qat'iy mantiqlik bilinmaydi. Men g'alati bilingan yana bir ish bor edi. U bo'lsa Hazrati Isoning qini, badani va mushtonga munosabatlik cherkovda berilgan marosimlarga o'xshash. Bu ishlar faqat kallamdan o'tmaydi. Shu chaqlarda kichik bo'lg'achqa sababini bilib ketmaydim, ammo bir narsa kamdak his qilardim. Islom dinidan tunji qatim qanday xabardor bo'ldingiz? Islom haqida nimalarni o'ylaydingiz? Men islom dinini tunji qatim ko'pincha kishilarga o'xshash g'arb davlatlaridagi ijtimoiy taratqulardan, siyosiy yo'llardan anladim. Islomni 11-sentabr voqeasining, zulmga uchirgan ayollar va butun terrorist faoliyatlarining sababi deb biladim. Islomni jamiyatga bir tahdid deb qaraydim. Gollandiya va g'arb davlatlaridagi masalani kishilarning islom haqida o'zining izlanmasligidan deb o'ylayman. Ular faqat ijtimoiy taratqu va siyosatchilarga ishonadi. Shaxsan men shunday edim. Ya'ni islom haqida bilganlarim faqat salbiy va xatarlik ma'lumotlar edi. Islom dinidan bir xil nafratlandim. Rostini aytsam, islom dinini jamiyat va erkinligimiz uchun bir tahdid deb qaraydim. PFF ismli islomga qarshi siyosiy partiyaning bir a'zosi bo'lish sifatim bilan ularning islomga qarshi urush qilishini albatta qo'llaydim. Hatto buni qilmasak bo'lmaydigan bir ish deb o'ylaydim. Buningga ishondim. Hatto tayyorlik qilgandim. Islomga qarshi berilgan har qanday bir suiqasd yoki harakatga qatnashib baqdingizmi? Shunda qatnashdim. Nihoyatda danglik bir film bor edi. Amaliyotda men bu filmni ishlab chiqarmagan. Lekin nurg'un kishilar bu filmni men ishlab chiqargan deb o'ylaydi. U film men bu siyosiy partiyada ishlashdan burun suratga olingan. Lekin filmni tarqitish, ijtimoiy taraflarga qo'yish degandek ishlarga mas'ul kishilar bilan birga xizmat qilardim. Ya'ni ham tashkilot a'zosi hamda filmning ba'zi tashviqot ishlariga yordamlashatdim. Bu men qilgan ishlarning bir qismi. Buning haqiqatan ko'nglim yerim. Undaqda qanday qilib islom diniga qiziqib qoldingiz? Islomga darhol qiziqib ketmadim. Ya'ni attigin o'yg'iniblar men musulmon bo'laman demadim. Ammo islom diniga nisbatan oz to'liq gumonlarim bor edi. Menga mantiqlik bilinmaydi. Ijtimoiy taratqu va siyosatchilarni bilasiz. Ularning hammasi islomning nachar taraflarini, uning jamiyat va erkinlikka tahdid ekanligini so'zlaydi. Lekin men bu so'zlar bak mantiqlik bilinmaydi. Ajibo dunyodagi 1 milliard 500 million insonning hammasi nachar, vahshiy, xatarlikmidi? Gollandiyada 1 milliondan ko'proq kishi yashaydi. Ajibo hammasi eski, ochiq, yomon, xatarli kishilarmi? Nurg'un yaxshi musulmonlar bor edi. Shaxsan men taniydigan musulmonlar yaxshi va do'stona kishilar edi. Ular menga islom haqida texmi ko'p o'rgangan dedi. Tushunchalarimning xato ekanligini, islomni tanishim kerakligini aytdi. Shuning bilan Qur'on o'qish orqali islom haqida oz to'la o'rganishga boshladim. Masjidga bordim. Masjiddagi imom va boshqa musulmonlar bilan paranglashdim. O'zimni izlandim. Kutubxonaga bordim. Islom haqida qanchalik o'rgansangiz, shunchalik ro'shanlashishga boshlaydi ekan. Bo'libmi menga shunday bo'ldi. Bu jarayonda islom haqida o'rgangan sarim barbara aqlimdan bakrak qalbimga ta'sir qildigan bo'ldi. Hatto men o'zimga ajab yaxshi bo'ldi, bak yaxshi bo'ldi deb so'zlab ketdim. Mana bu ba'zi savollarimning javobi. Kishilarning butunlay xato. Bu qaltis bir din ekan deydim. Bu dinning mening savollarimga javob berganini his qilardim. Islom haqida izlansangiz, butun gumonlaringizning tugaganligini his qilasiz. Barliq bo'shliqlar to'ldirildi. So'ramoqchi bo'lgan barliq savollaringizning javobini topa olasiz. Qalbingizdan islomga nisbatan yumshatgan tunji narsa nima edi?
Bu savolni mendan nurg'ulg'an kishi so'ragan edi. Qalbimni yumshatgan narsa Qur'ondagi ma'lum bir yer yoki ma'lum bir oyat emas, balki islomning o'zi, payg'ambar alayhisalomning hayoti edi. Gollandiyada Muhammad ismli bir kitob bor. Mazkur kitobda payg'ambarimizning hayoti so'zlandi. Bu kitob men uchun harakatlantirgich kuch bo'lgan edi. Aslida bu bir izdinish edi. Izdanishim masxir bilan boshlanib, asta-asta ilgirlagan edi. To'g'ri, islom haqida izdandim. Ammo hammasi yolg'on etidi. Bu hargizmi rost emas. Odamning mengisini uchun boshqa narsa emas deb o'ylaydim. Masalan, masjidlarda shundoq yaxshi tabliğlar so'zlanadi. Lekin hammasi yolg'on etidi deb o'ylaydim. Islom haqida qanchalik ko'p o'rgansangiz, hushyorlik bilan, qalbingiz bilan izlanishingiz bu haqiqatan muhim. Mana dal shu chaqda haqiqatni inkor qila olmaysiz. Oxirida kofirlikdan musulmon bo'lguncha uzun bir musobadan keyin din almashtirishimga taxminan 1 yilda ketdi. Oxirida islomning men uchun qaltis bir din ekanligini his qildim. Shuning bilan 2013-yil shahodat etdim. Alhamdulillah. Islomga qarshi barliq soxta tashviqotlarni qilayotgan kishilar haqida qandaqroq his qilgan edingiz? Xato yo'lga yetaklayotgandek his qilgandim. Har vaqt Gollandiya va G'arb davlatlarining ijtimoiy taratqullarini samimiy rost xabarlarni taqitidi deb o'ylaydim. Shuningdek, siyosatchilarni samimiy va dono deb o'ylaydim. Ularni bizning bexatarligimiz uchun, bizni yetaklash uchun shunday qilyotidi deb o'ylaydim. Ammo keyin ularning xiyonat qilganligini his qildim. Islomni o'rgangandan keyin ularning bizga islom haqida so'zlaganlarining hammasining tamoman xato va salbiy ekanligini his qilasiz. Bu sababdan haqiqatan umidsizlangan edi. Aslida ular menimni yuyayotgan ekan. Oxirida islom qarshi birga aylandim. Qanday iymon etdingiz? Bizga shu jarayonni tasvirlab bera olamsiz? Musulmon bo'lgan chig'imda 45 yoshga kirgan edim. Bir masjidda shahodat etdim. U yerga burunmi borgan edim. Islom to'g'risida ba'zi savollarim bor edi. Masjidga berib hamma savollaringni so'rag'in dedi. Men yo'q, masjidga bormayman. Ular balki mendan nafratlanishi mumkin. U yerda meni hech kim yaxshi ko'rmasligi mumkin dedim. Ammo undaq bo'lmadi. Ichga kirsang bo'ladi deb meni taklif qildi. Ular menga intayin qizg'in muomala qildi. Oldimga choy kelgan edi. Masjidda kishilar bilan necha soat paranglashdim. Bu ahvol meni haqiqatan hayron qoldirgan edi. Chunki bu kishilar aslida mendan nafratlanish kerak edi. Nimishqa men bunchalar do'stona va ochiq yo'riq muomala qiladi. Qandaqsiga hamma savollarimga javob bera oladi. Bu mening islomni qabul qilishimga sabab bo'lgan ishlarning biri edi. Buni bir mazgil maxfiy tutmasam bo'lmaydi. Chunki har vaqt xizmatimni yo'qotib qo'yish ehtimolligim bor edi. Yana biri u vaqtlarda musulmon bo'lishni bak xohlabmi ketmaydim. Masjidda shahodat etdim, ammo kishilarning oldida emas. Kichik bir ishxonada, hatto imommi yo'q edi. Men bilan birga masjiddagi bir pidoyi bor edi. Bu jarayonda u meni yetakchi sifatida yetaklagan edi. Shahodat etdim. U yerda boshqa hech kim yo'q edi. Islom dinini o'rganishga boshlagandan buyon shahodat etquchi bo'lgan oraliqda bir qancha kun emas, bir qancha haftum emas, taxminan 1 yil ketgan edi. Xuddi bir tez suratlik poyezdga o'xshash. Ba'zida haqiqatan shundoq aktiv bo'ldi. Yana ba'zida bu vaqtda hech nima qilmagan kunlarim bo'ldi. Qandaqli bo'lmasin, bu jarayonda islomning naqadar go'zal bir din ekanligini to'nib yetdim. Oxiri 2013-yil shahodat etdim. Allohga shukr. Shahodat etganda o'zingizni qandaqroq his qildingiz? Ozodlikqa, rohatga chiqqandek his qildingizmi? Shundoq albatta. Shayton davomli men bilan birga edi. Hatto oxirgi minutlarda menga vasvas qilib, hargiz undaq qilmas, sening meningni yuyayotidi. To'xta, dedi. Musulmon bo'lishdan 5 minut ilgari men shundoq vasvasa bilan vasvasalandim. Ammo musulmon bo'lgan chig'imda xuddi ustimdan cho'ng bir yukni olib yengillab, bakli xush bo'lgan edim. Buni ifodalash bakli qiyin. Mendan burun shundoq his tuyg'uda yashab boqqanlar meni hammadan bakrak yaxshi tushunadi. Atrofingizda kishilar musulmon bo'lgan chig'ingizda sizga qanday pozitsiyada bo'ldi? Ular baklar hayron qolgan edi. Rostdan desam xato qilgan edim. Chunki musulmon bo'lish va islomni qabul qilish jarayonimni hech kim bilmaydi. O'z oldimga qilgan edim. Faqat onamni biladi. U meni qo'llagan edi, hatto hozir qadar qo'llab keldi. Do'stlarim, xizmatdoshlarim hech qaysi bu safarimni bilmaydi. Shunga ma'lum vaqtgacha bir oz ansirdim. Hech kim musulmon bo'lganligimni bilmaydi. Ular bilsa haqiqatan hayron qoladi. Shunga men musulmon bo'lganligimni oshkorlashni xohlamaydim. Islomga kirganligimni e'lon qilish uchun bir qancha hafta saqladim. Islomga kirganligimni aytgandan keyin oilam va atrofimdagilar hatto bir tuqqanlarimgacha mendan orliq saqladi. Meni inkor qilmadi, lekin burunqidek yaqin muomala qilmagan edi. Islom haqida paranglashmaydik. Men ularning mendan orliq saqlayotganligini his qildim. Mushu jarayonda bak ko'p do'stlarimdan ayrilib qoldim. Albatta xizmatimdan ayrildim. Musulmon bo'lgandan keyin siz yo'liqqan eng qiyin ish qaysi? Bu qiyinchiliklar uchun nimalarni qurbon qildingiz? Musulmon bo'lgan chig'imda siyosatchi edim. Keyin PFF partiyasidan chiqib ketdim. Chunki musulmon bo'lganman, mening u yerda o'rnim yo'q edi. Faqat ularga nisbatan bu hayron qolarlik bir ish edi. Bu partiyaga nisbatan agar musulmon bo'lsang, endi bu siyosiy partiya turolmaysan deganlik edi. Musulmon bo'lganligim oshkor bo'lganda xizmatimdan ayrilib qoldim. Nurg'un do'stlarimdan, ba'zi urug' tuqqanlarimdan, nurg'un xizmatdoshlarimdan ayrildim. Bu sababdan ko'chib ketishga majbur bo'ldim. Kichik bir uyga ko'chdim, mashinamni sotdim. Ya'ni barg'ansiri hayotimdagi hashamatli turmushlardan voz kechib Bular menga nisbatan qurbonlik berish emas edi. Musulmon bo'lishdan burun nurg'un pullarim bor edi, ko'p sayohat qilardim. Qimmatli soatlarim, chiroyli mashinam, nurg'un chiroyli narsalarim bor edi. Ammo bular faqat bir mol dunyodan iborat.
Shuncha hashamatning ichi turibmi qalbimda bo'shliq bordek his qilardim. Islomni qabul qilgandan keyin ko'p pulim yo'q, ammo burunqidan bak xushal xoram edim. Ya'ni islom dini materializmning, pulning va qimmatbaho mashinaning qalbdagi bo'shliqni to'ldira olmaydiganligini isbotlayotdi. Moddiy narsalar to'g'risida qurbonlik berish kelsak, to'g'ri do'stlaringiz, oilangizdan ayrilib qolishmi albatta bir qurbon berish. Musulmon bo'lgandan keyin birarsining musulmon bo'lishiga sababchi bo'lib baqdingizmi? İskender ismli bir beqib olgan o'g'lim bor edi. Men musulmon bo'lib uzoq o'tmay Dubaydagi bir faoliyatda musulmon bo'ldi. U islomga qiziqadi. Men bilan masjidga boradi, ba'zi darslarga qatnashadi. Dubayda qolgan jarayonda ba'zi muhim kishilar bilan ko'rishdi, keyin islomni qabul qildi. Allohga shukr. Boshqalarning hikoyalarini angladim. Mening sababimdan musulmon bo'ldi demayman. Chunki ularni Alloh hidoyat qildi. Ammo ularning islomni o'rganishi, islom haqida ba'zi uchurlarga erishishi, masjidga berishi va yoki islom haqida tafakkur qilishi izlanishlarga vasila bo'lgan bo'lishi mumkin. Bak ko'p kishilardan shunday anladim. Ham shunday bo'lishini umid qilaman. Payg'ambar alayhisolamning hayotida sizga hammadan bak ta'sir qilgan ish qaysi? Payg'ambar alayhisolamning haqiqatan bir qiyin hayoti bor edi. U o'z urug' tuqqanlari uningga tosh otgan, nurg'ulg'an qiyinchiliklarga uchursimi qat'iy ochiqlab qolmadi. Xafa bo'lib qolmadi. Shu pet qoldi. Savirchan, apuchan, do'stona, xushxo'y, hamma ishda adab axloqliq edi. U har qanday bir ishga yo'liqishdan qat'iy nazar uning o'zgarmay turishi menga bakli ta'sir qilgan edi. Men bu shunday bo'lishga tirishyapman. Ya'ni payg'ambarimizga o'xshash yashashga tirishyapman. Hozir nima ishlar bilan shug'ullanyapsiz? Marokashda kambag'allarga, yo'qsul oilalarga yordam yetkazgan kichik bir guruhda ishlayman. Lekin bu islomga munosabatli ish emas. Ya'ni maktabga berish, kitob, daftar qalam degandek narsalarni setib olish uchun yordam qilamiz. Nurg'un korxonchilardan pul olib, ko'chada yashayotgan kishilar uchun kichik uy tayyorlash degandek ishlarni qilyapmiz. Ya'ni kichik ishlar. Kichik bolalar uchun faoliyat tashkillaymiz. Albatta islom to'g'riliq gap qilamiz. U yerda islom haqida nurg'un narsalarni biladigan ma'lumotli kishilar bor. Men mutaxassis, olim emas. Ularga islomni nima ish qilish kerakligini, qanday qilganda texmi yaxshi bir musulmon bo'g'il bo'lganligi haqida so'zlab berdi. Ya'ni yordam berish bilan da'vatni birlashtirishga tirishyapmiz. Agar dunyodagi musulmon bo'lmagan kishilarga 1 minutlik xitob qilish fursatingiz bo'lsa, ularga nima degan bo'lardingiz? İctimai taratqular quloq solmanglar deydim. Islom haqida salbiy gap qilgan siyosatchilarga quloq solmang, o'zingiz izdining. O'zingizning ma'lumotlaringizdan mas'ul bo'lasiz. Hech nimani tushunmagan bo'lsangiz izdining. Bu bak oson. İctimai taratqularda nurg'un mazmunlar bor. Islom haqida nurg'un narsalarni o'qiy olasiz. Masjidga bering. Imom bilan paranglashing. Musulmonlarning yeniga bering. Ular bilan bu din haqida paranglashing. Qarg'ularcha ijtimoiy taratqu va siyosatchilarning degan gaplarga agashmang. O'zingiz izdining. Inshaalloh islomning haq va to'g'ri ekanligini hamon tushunasiz. Arnut aka, mush yergacha kelib ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun ko'p rahmat aytaman. Inshaalloh yana boshqa ziyorat filmlarida ko'rish nasib bo'lg'ay. Inshaalloh qaytib kelaman. Taklif qilganingizga ko'p rahmat aytaman.